Xitoy nima uchun biznesda ham sportda ham oldinlab ketgan sababi buni bolalarni bog'cha davridanoq уже olimpiadaga shug'ullanadigan darajada ishlatar ekan. Xoyali joydami? Masalan, men hayotda bu fikrga qo'shilmayman. Bog'cha bolalarim tinmas ekan, tavba. 24 soat mana bolalarga sportni o'rgatar ekan. Hamma narsa miyasiga singdirmagancha qo'ymas ekan. Men masalan qo'shilmayman-da, bolani o'zining davri bo'ladi-da. Jalpayib jotadigan davrda mazza qilib jotish kerak. Bog'chaga nima uchun boradi? Mazza qilib uxlash uchun boradi-da. Ertalab soat 8 dan kechki soat 5 gacha stoldan qimirlamay o'tirib televizordan Sini traktordagi ranglarni jotlagan bola bizlarda bog'chapani eng suyukli bolasi hisoblanamiz. Bu nima ahvoli? Jirt-jirt yoqqa choptirib, jirt-jirt bu yoqqa choptirib, bog'chapalarim tinmay chopgandan 90 ga olishib ozib ketibdi. Bizga o'xshan lop-lop bog'chapalar yo'q bularda. Hayronlar qoldi. Eng osoni o'tkazib stolda o'tirishni o'rgatish eng osoniki. Bu nima qiladi bular? Mana shunaqa o'tirishni o'rgatsa, butun nima ham bizga o'xshab o'tirib, qora gapni berib yuraveramiz. To'g'rida bola charchab qoladi, miyasi charchab qoladi degan fikr miyamizga singib ketgandan beri miyamizni ishlatmay avaylab olib o'tiribmiz. Qachon ishlatamiz o'zi bu miyani? Kommentga yozib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz.